Statistika bo'yicha dunyoda har 1000 ta boladan 2 ta yoki 7 tasida DTSP tashxis qo'yiladi. O'zbekistonda esa taxminan 100 mingdan oshiq bolalarda DTSP tashxis qo'yilgan. Assalomu alaykum. Bugun DTSP kasalligi haqida, ya'ni bolalar serebral falaji kelib chiqishi, uni belgilari va davolash haqida to'liq gaplashamiz. Xo'p, DTSP nima? Ya'ni bolalar serebral falaji homiladorlik vaqtida yoki tug'ruq yoki bola hayotining ilk davrlarida markaziy nerv sistemasining zararlanishi natijasida harakat, mushaklar tonus, koordinatsiya va shunga o'xshagan nevrologik belgilar bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. DTSPning belgilari. DTSPda qo'l, oyoqlarda mushaklarning tonusi, nutqning rivojlanishidan orqada qolishi, ba'zi bir holatlarda esa aqliy faoliyatning orqada qolishi, ongning orqada qolishi bilan kechadigan belgilar bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, DTSPning turlari va kelib chiqish sabablari. DTSP 3 ta holatda, ya'ni homiladorlik davrida onaning homiladorlik og'ir o'tishi, onada ya'ni somatik kasalliklarning bo'lishi yoki onani infeksion kasalliklar bilan kasallanishi, torch infeksiyalarining bo'lishi, ya'ni yurak, jigar, buyuragida muammolar yoki arterial qon bosimining baland bo'lishi natijasida bola DTSP bilan tug'ilishi mumkin. Ikkinchisi esa bolani tug'ruq vaqtida yatragen sabablar yoki tug'ruq jarayonining og'ir kechishi va shunga o'xshagan sabablar natijasida DTSP bilan bola tug'iladi. Va uchinchisi, bola homiladorlik yaxshi o'tdi, tug'ruq yaxshi o'tdi, lekin bolaning erta bolalik davrida bolani o'tkazgan og'ir infeksion kasalliklari, bosh miya travmalari va shunga o'xshagan sabablarga ko'ra ya'ni ikkilamchi DTSP ham rivojlanadi. Xo'p, DTSPning 6 ta turi bor. Xo'p, birinchi turi spastik diplegik turi, ya'ni eng ko'p uchraydigan turi. 80% holatda bu uchraydi. Ya'ni bunda faqat ikkita oyoqda tonuslarning kuzatilishi. Keyingi esa gemiplegik turi, ya'ni tananing yarim tomonda tonuslarning bo'lishi, ya'ni bir qo'l va bir oyoqda spastik tonuslarning bo'lishi. Xo'p, uchinchisi esa spastik tetraplegik, ya'ni ham ikkita qo'lda, ham ikkita oyoqda tonuslarning kuzatilishi. Xo'p, to'rtinchisi atonik turi, ya'ni aksincha bularda tonus bo'lmaydi qo'l-oyoqlarda. Qo'l-oyoqlar bo'sh bo'ladi. Umuman bo'sh holatda bo'ladi. Xo'p, keyingi esa diskinetik turi. 5-turi diskinetik turi, ya'ni bolada ixtiyorsiz harakatlar bo'ladi. Bunda bosh miyaning ekstrapiramidal sohasi zararlanganligi uchun bolada ixtiyorsiz harakatlar, qimirlab ketaverish, shunga o'xshagan belgilar kuzatiladi. Va 6-si atonik astatik, ya'ni yoki aralash turi ham deydi. Yuqoridagi aytilgan hamma turlarning kelishi bu juda ham og'ir tur hisoblanadi va bunda prognozi juda ham og'ir bo'ladi. Xo'p, DTSPni davolash usullari. DTSPni davolash metodikasi qanday bo'ladi? Birinchi navbatda DTSPni davolashdan oldin shifokor nevrologga ko'rinish kerak. Ya'ni shifokor nevrolog bolani nevrologik holatini ko'radi, tekshiradi, shikoyatlarini so'raydi ota-onasidan va nevrologik holatini tekshiradi, tonuslarni va kerak bo'lgan tekshiruvlarga buyuradi. Agar kerak bo'lsa MRT tekshiruvi, agar bolada sudirgi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa EEG va ba'zi bir qon analizlari, ya'ni laborator tekshiruvlar kerak bo'ladi. Va ularni hammasini umumlashtirib, DTSPning qaysi turi va qo'shimcha yana DTSP qanday holatlar ketyapti, qanday bosqichida bular to'liq tashxis qo'yiladi. Va qo'yilgandan keyin davolash metodikasi tuziladi. Birinchi navbatda medikamentoz davolash, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash. Butun dunyo bo'yicha, Yevropa standarti bo'yicha davolash metodikasida faqat 3 guruhdagi dori-darmonlar ishlatiladi. Ya'ni bular nootroplar, ya'ni bosh miyada qon aylanishini yaxshilovchi, oziqlantiruvchi. Ikkinchisi esa markaziy miya relaksantlar, ya'ni qo'l-oyoqlarda tonus bo'lgani uchun tonusni kamaytirish va vitamin komplekslar tavsiya qilinadi. Xo'p, nega bizda shunday qilinmaydi degan savol tug'ilishi mumkin, o'rinli. Chunki DTSP faqat o'zi kelmaydi. Ko'p holatlarda sudirgi bilan nutqiy rivojlanishdan orqada qolish yoki somatik kasalliklar bilan birga kelganligi uchun qo'shimcha dori vositalari yoziladi. Agar bolaning yoshi 15 yoki 12 yoshdan katta bo'lsa va kerakli bo'lgan dori-darmonlar olingan bo'lsa, faqat yurishida muammo qolgan bo'lsa,
Faqat bunda elfika mashg'ulotlari reabilitatsiya yozish tavsiya etiladi. Chunki dori-darmon shu vaqtgacha olib bo'lgan kerakli muolajalar bundan ortiqcha hisoblanadi. Xo'p, keyingisi fizioterapiya muolajalari. Fizioterapiya muolajalari nima uchun kerak? Ya'ni bularga nimalar kiradi? Bular elektroforez, ultrazvukiy terapiya, hozirga chiqqan zamonaviy apparatlar mikropolarizatsiya, TMS apparati, neyrostimulyator va shunga o'xshagan xalq tilida aytganda toklar ishlatiladi. Va bularni qo'llashdan oldin albatta yuqoridagi tashxis qo'yishdan oldin tekshiruvlar qildik. Mana, ya'ni EEG tekshiruv. EEGda hammasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, sudirguvchoqlar bo'lmasa, mana shu fizioterapevtik muolajalarni albatta qo'llasa bo'ladi. Aks holda EEG qilmasdan, agar bolada sudirgi bo'lsa, uchoq bo'lsa va uni tekshirmasdan ko'r-ko'rona boshlaydigan bo'lsak, kutilmaganda umrida sudirgi bermagan bo'lsa ham sudirgi berishi mumkin. Misol uchun TMS apparati. Bu miyaga kuchli aktivlovchi magnit to'lqinlar yuborish hisobida harakat, nutq, aql faoliyat, umuman miyadagi markazlarni uyg'otadi. Agar bolada sudirgi o'chog'i bo'ladigan bo'lsa, u o'choqni ham uyg'otish natijasida sudirgilar berib qolishi mumkin. Shuning uchun bolada har qanday reabilitatsiya, oddiy massaj boshlashdan oldin, hattoki to'g'ridan-to'g'ri massaj mutaxassisi emas, shifokor ko'rigidan o'tib, uning tavsiyasiga asosan boshlash kerak. Shunda massaj mutaxassisiga ham, ota-onaga ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni bolani yaxshi bo'lishi uchun va xato qilmaslik uchun bu eng kerakli bo'lgan tavsiya hisoblanadi. Yana DTSPni davolash uchun eng asosiy yurish uchun nima kerak deganda, birinchi navbatda elfika mashg'uloti kerak bo'ladi. Ya'ni lechebniy fizkultura. Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi. Elfika mashg'uloti bu bolani qo'l-oyoqlarni tirsak bo'g'imida yoki oyoqlarni tizda yoki son-chanoq bo'g'imida ochib yopish bu elfika mashg'uloti deydi. Yo'q, bu xato, juda ham katta xato fikr hisoblanadi va ko'pchilik massajga borganda biz elfika ham olyapmiz deydi. Ya'ni o'sha son-chanoq bo'g'imida ochib yopishni elfika mashg'uloti deydi. Yo'q, bu aslida razrabotka hisoblanadi. Elfika mashg'ulotini boshlash uchun tanani qizdirib olish hisoblanadi, xolos. Elfika mashg'uloti nevrologik kasalliklarda yurmaydigan, harakati orqada, sezgisi orqada qolgan bolalarga bu mashqlar orqali nafaqat tonus mushaklaridagi, ya'ni miyaga signal yuborib, afferent yo'llar orqali signal yuborib, miyani uyg'otishga qaratilgan neyro mashg'ulotlar ham kiradi bunga. Ya'ni bola bo'ynini yoki belini tutish uchun yoki muvozanatini saqlab yurish uchun faqat mushaklarning o'zi emas, miyani o'ziga ham boshqaruvlar, signallar beruvchi mashg'ulotlar tuzib chiqiladi. Hatto DTSPni bitta turi bo'ladigan bo'lsa, spastik diplegik turi, yengil, o'rta, og'ir turlar bor va har bir turida alohida mashq tuziladi. Ya'ni har bir bola uchun alohida mashq tuzib, alohida bajariladi. Shundagina to'g'ri olib borilgan elfika mashg'ulotlari va reabilitatsiya orqali bola qisqa vaqtda yurib ketadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, ko'pchilik oldin DTSP qanday bo'lardi? Ya'ni DTSP oladigan muolajaning yordam bermaydi, yurmaydi degan mana shunday faqat dori-darmonni yozib berib yuboriladi. Yo'q, hozirgi kunda DTSP to'g'ri muolaja olib borilsa, o'z vaqtida doimiy bajarilsa, albatta DTSP tashxis qo'yilgan bolalar yurib ketadi. Hech bo'lmasa xastada bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham albatta yurib ketadi. Ko'pchilik o'ylaydi, biz reabilitatsiyaga borganmiz, ko'pchilik vrachlarga borganmiz, muolajalarning kami qolmagan va bolamiz yurmagan, yordam bermagan deydi. Va ulardan men so'rayman, qanday, kimga bordingiz, nima muolajalar oldingiz? Ko'pchilik faqat dori-darmon olganini aytadi yoki kimdir faqat reabilitatsiyani olganmiz deydi o'rta tibbiyot xodimidan. Yana shunga o'xshagan massaj, tabibga borganini aytishadi. Lekin ulardan so'rayman, hech qaysida kompleks va doimiylik bo'lmaydi. Ya'ni doimiylik bo'lmagan. Ya'ni 3 oyda bir 10 kun reabilitatsiya muolajalarini olgan va 3 oy bola yana uyda xuddi shu holatda qolgan. Agar bu oraliqda pererif bo'ladigan bo'lsa, bola yana orqaga qaytadi, yana tonuslari kuchayadi. Va shuning uchun bizda nima qilinadi? Bizning klinikamizda, Shahzod Medicalda men doim aytaman-da ota-onaga, siz bolangizni reabilitatsiya qilgan olib keldingiz, o'zingiz ham elfika mashg'ulotlariga kiring va har bir xodimlarimizga aytamizki, buni o'rgat. O'rgatganda video oling, to bu kelgunizcha bu mashqlarni bajarib tursangiz,
bola albatta yaxshi natijaga keladi. Hech bo'lmasa bizdagi 10 kunlik reabilitatsiya muolajada olgan o'zgarish natijasi orqaga ketmasdan o'sha natija saqlanib qoladi. Va shundagina biz keyingi etapga chiqa olamiz. Va buni ko'pchilik qilmaydi va bizning tavsiyalarimizni qilib, videolarga olib, uyda o'zi shug'ullangan, har kun kerak bo'lsa 2-3 mahal ham shug'ullangan ota-onalarimizda bolalari kelganda bizda uzog'i bilan 1 yilda bolalar yurib ketyapti, natija bo'lyapti. Va buni ko'pchilik ota-onalar tushunmaydi. Yoki vaqtni bahona qilishadi, yoki masofani uzoq deb nima qilishadi, yoki uydagi yumushlarini bandligini bahona qilishadi. Aslida 1 yil vaqt ajratilsa bu narsaga, to'g'ri reabilitatsiyaga albatta bola yurib ketadi. Va har bir ota-onaga aytaman-da, eng zo'r logoped bering bizga, eng zo'r elfika mutaxassisini bering deydi. Men ularga aytaman, eng zo'r elfika mutaxassis reabilitolog sizni bolangiz uchun sizsiz, ya'ni ota-ona deyman. Chunki bolasini har kun ko'rib, shug'ullanib, qayerda muammosi bor, nima bor, bajaradi, biladi, shunda natija bo'ladi. Agar buni ota-ona qilmasa, bilmasa, aslo foyda bo'lmaydi. Bolani yurib ketish uchun yana boshqa to'siqlar ham bo'ladi. Ya'ni birinchisi bolada sudorga kasalligi bo'lishi. Sudorgasi bor bolalarda, ya'ni tutqanog'i bor bolalarda hattoki massaj ham qila olmaydi. Yengil silovchi massaj tavsiya qilinadi holatiga qarab. Tok, ya'ni fizioterapiya muolajalarini ola olmaydi. Faqat birdan bir yengil holat yaxshi bo'lsa, agar sudorgalar kam bo'lsa, elfika mashg'ulotlarini yengil qilsa bo'ladi xolos. Xo'p, ikkinchi to'siqlardan bolani tonusi juda ham kuchli bo'lishi. Tasavvur qiling, mana bu tirsak bo'g'imida yoki oyoqning tizza bo'g'imida bukilib ochilmasligi yoki faqat 45 gradusda qotib qolishi. Bunday holatda nima qilinadi? Buni ham etaplar bor. Birinchi etapda markaziy miya relaksantlar beriladi. Ya'ni u markaziy miya relaksantlar tonusni kamaytiradi. Tonus kamayishini hisobiga og'riqlar ham kamayadi. Agar bu ta'sir qilmasa, ya'ni botulinum terapiya muolajasi. Tonusda bo'lib turgan mushaklarni o'ziga ukol qilib chiqiladi botekslar va bu ham vaqtinchalik 6 yoki 8 oygacha tonuslarni bo'shashtiradi. Va shundan foydalanib elfika mashg'ulotlarini qilib yurg'izishga harakat qilinadi. Agar bu ham yordam bermasa, reabilitatsiya muolajalarini 1 yil davomida olgan bo'lsa, oxirgi chora bu operatsiya, axilotomiya yoki ulzibat qilinadi. Axilotomiya, ya'ni pay reflekslarini kesib, cho'zib, tonuslarni kamaytiradi. Yoki o'sha paylarni operatsiya yo'li bilan cho'zib qo'yiladi. Bu ham tonusni kamaytiradi. Bu esa reabilitatsiyani yana ham samarali bo'lib, bolani tezda yurib ketishiga sabab bo'ladi. Va bolani holatiga qarab, oyoqlardagi mushaklar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ortoped ko'rsatish kerak. Chunki bo'sh bo'ladi, oyoq qo'yib yurish bosqichiga kelganda mushaklar, oyoqlar qiyshayib tashqariga yoki ichkariga ketadi. Unday holatlar ortoped travmatolog ko'radi. Kerakli bo'lgan ortopedik oyoq kiyimlarni tavsiya qilishi mumkin. Yoki o'sha spastik turlarda, ya'ni tonuslarning kuchli bo'lishida, hattoki juda ham kuchli bo'lishining hisobiga son chanoq qismidan chiqishlar kuzatiladi. Unday holatda ham ortoped travmatolog tavsiyasi kerak bo'ladi. Mana shunday nimalarga e'tibor berish kerak. Va uchinchisi to'sqinlik qiladigan narsa bolani organizmda infeksiyalar bo'lishi, bakteriyalar bo'lishi. Bakteriya, viruslar yoki bakteriyalar bo'lishi. Ya'ni reabilitatsiya muolajalarini boshlaysiz, bola yana tezda shamollab infeksion kasallik yana orqaga qaytaveradi. Shuning uchun birinchi navbatda infeksion kasalliklar, agar somatik kasalliklar bo'lsa, ya'ni ichki a'zolarda, yuragidan, jigardan, buyraklarda muammo bo'ladigan bo'lsa, ularni davolatish kerak. Keyin esa reabilitatsiya boshlanadi. Misol uchun yurakda bolaning parogi bor, elfika mashg'ulot qilib, massaj qilib charchata olmaysiz. Mumkin emas bunday holatlarda. Bularni ham mutaxassisga ko'rsatib, muolajalarni boshlash kerak. Asosan shu 3 ta to'siqni bartaraf etilsa, bolani yurib ketishiga bir qadam qolgan hisoblanadi. Va ko'pchilik ota-onalar menga yozadi va konsultatsiyamga kelganda juda umidini uzgan holatda keladi. Ming afsuski, ba'zi bir ko'pchilik joylarda shifokorlar birdan aytib yorishar ekanda, noto'g'ri holatda, ya'ni bolangiz yurmaydi, DTSP tuzalmaydi deb, hattoki ba'zi bir internet doktorlar ham internetdan bu videolarni qo'yib, ko'pchilik ota-onalarni juda og'ir holatda qo'yib qo'yganda. Chunki har bir shifokor e'tiborli bo'lish kerak so'ziga. Meditsina rivojlanyapti, o'syapti.
albatta DTSPni ham davosi, muolajasi, reabilitatsiya olib borilganda uni hayot sifatini yaxshilab, uni yurg'izib, yaxshi natijaga chiqishi 80% ga ko'tarilgan. Va shu o'rinda aytmoqchimanki, sizning farzandingizda DTSP yoki mikrosefaliya, umuman olganda harakatida, yurishida, tayanch a'zolarda muammo bormi? Belini, bo'ynini tuta olmaydi, yura olmaydi, harakatlarda muammo bor. Agar siz to'g'ri joyga murojaat qilib va to'g'ri reabilitatsiya muolajalarini doimo olib borilsa, albatta sizning farzandingiz yurib ketadi. Men buni 10 yillik tajribamdan va o'zimni ko'z oldimda yurib ketgan va davolagan bemorlarimdan kelib chiqqan holatda, o'zim amaliyotimdan kelib chiqqan holatda yuksak iymon komil bilan ayta olaman, farzandingiz yurib ketadi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta ushbu videoni ularga yuborib qo'ying, bizni qo'llab-quvvatlang. Nima savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring. Biz hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.